boshqacha. Bugun bir havo almaslik. Haqiqatda havo almaslik. Bu boshqa havo, shahar boshqa havo. Shu og'aynimga aytolmadi. Hozir ijtimoiy tarmoq yolg'onga to'lib ketgan. Hozirgi qush ovozi ham soxta edi. Lekin ko'rinish bersa, musiqa bersa o'xshab ketadi. Muhimi tabiatimiz haqiqiy. Mashta g'or bo'lgan, mana mashta g'or bor ekan. G'orga chiqamiz hozir og'aynim bilan. Gina qolganda ayiq yo'qmikin degan fikr paydo bo'ldi. Ancha balandamiz hozir ko'rsa. Hali ancha balandga chiqdi. Boramizmi shu yoqqa? Bunaqasi yurib chiqib ketamiz. Ayuni? To'xta, qala to'g'ri ko'pdi. Yo'llar vodiysi bo'lsa-chi? Ha? Bosh o'qmaydi, to'xir. Yuri. Yuri endi. Terbiye galibi. Hakikaten galibi. O'zi umuman hozir qaddamiz to'xir. Shuni Menga sayohatimiz boshqacha bo'ldi, bolajonlar. Odam moshog'asi bilan bolaligiga qaytadi baribir. Maza qilib salqin tushib qoldi. Nanaydamiz, hali ham mana endi chiqib ketyapmiz. Yarim soat qoldi iftorlikka. Iftorlikka ham ulguramiz. O'chkaga mo'ljal qiluvdik, nanaydan ulgurmadik. Taqab kelsak, iftorlikka odam to'lib bo'pti, joy qolmabdi. Hamma o'sha Masta va bom boshqasi bormi? Endi yo'lda iftorlik qilib ketyapmiz suv bilan. Yaxshi kun bo'ldi. Mashina bilan maza qildik haqiqatda. Bir kun shunaqa. O'zinglar uchun ham